Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda talabalar. Demak, sizlar bilan yana video darslarimizni bilan birgalikda davom etamiz. Demak, bu galgi darsimiz ham juda ham qiziq va juda ham ma'lumotlarga boy deb bo'ladi deb bemalol ayta olamiz. Bu galgi mavzuyimiz ma'lumotlarni qayta ishlashda Microsoft Office dasturlaridan sohada foydalanish, ya'ni ko'proq Word dasturi haqida ko'p tanishamiz. Ushbu mavzuyimiz siz bilan birgalikda raqamli va axborot texnologiyalari fanidan bo'ladi. Diqqat bilan kuzatib boring. Agar qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa biz bilan ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz darsimizni boshladik. Ma'lumotlarni qayta ishlashda Microsoft Office dasturlaridan foydalanish. O'zi birinchi navbatda ma'lumotlarni qayta ishlash degan tushunchaga to'xtalib o'tamiz. Ma'lumotlar hayotimizda kerak bo'ladigan barcha jarayonlarda ishtirok etadigan bir vosita aslida. Ma'lumotlarni qanday qilib qayta ishlashimiz mumkin? Ma'lumotlarni biz bir turdan ikkinchi turga o'tkazish jarayonida unga ishlov beramiz. Bu jarayonda bizga ba'zi bir dasturlar, ilovalar, tizimlar, platformalar, hatto veb-saytlar va boshqa vositalar yordam beradi. Bugungi kunda ma'lumotlar bilan ishlashda va aynan matnlar bilan ishlashda Microsoft Office dasturlarining o'rni beqiyos. Shulardan biri albatta Word dasturi. Biz quyida alohida yana tanishamiz. Yoki bo'lmasa, bugungi kunda insoniyat har kuni kundalik hayoti davomida ko'plab ma'lumotlarga duch kelmoqda va bu ma'lumotlarni biror joyga jo'natadi yoki ishlatadi, uni ustida amal bajaradi va hattoki saqlab qo'yadi yoki yo'q qilish ehtimolligi ham bor. Shuning uchun bu dasturlar, tizimlar, platformalar bizga ma'lumotlarni to'g'ri boshqarishda, ular ustida amallar bajarishda yordam beradi. Ma'lumotlarni qayta ishlash. Xo'p, yuqorida aytganimizdek, ma'lumotlar bilan doimiy ravishda ular ustida ish bajarishimiz ma'lumotlarni qayta ishlash ekan, to'g'rimi? Mana bu yerda keltirilgan, ya'ni alohida tushuncha qilib aytilgan, oddiy qilib aytganda, xom ma'lumotni foydali shaklga keltirish demakdir. Demak, bizga birlamchi ravishda ma'lumot beriladi, biz u ma'lumotni to'g'rilaymiz, tekshiramiz, tahrirlaymiz va o'zimizga mos holatlarga keltirib olamiz. Va aynan mana shu jarayon ma'lumotlarni qayta ishlash deb nomlanadi. Masalan, sizda o'nlab talabalar baholari bor. Ular Word yoki Excel dasturiga kiritilib, o'rtacha ballni hisoblasangiz, natija tayyor bo'ladi. Bu bittagina misol. Xo'sh, endi biz bu jarayonlarni qay darajada yuksaltirishimiz mumkin, yuqori darajaga olib kelishimiz mumkin. Bu haqida ham o'ylab ko'ring va biz quyida bu haqida ham gaplashamiz. Ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichlari. Ma'lumotlarni yig'ish birinchisi, ikkinchisi esa ma'lumotlarni kiritish. Biz ma'lumotlar ustida amal bajarishimizdan oldin dastavval ma'lumotlarni yig'ishimiz kerak. Qaysidir ma'noda biz boshqacha qilib tushuntirishimiz mumkin sizga. Ya'ni biror bir uy qurishimizdan oldin resurslarni yig'ib olishimiz, xom ashyoni yig'ib olishimizdek gap. Ya'ni ma'lumotlarni yig'ib olishimiz, so'ng uni sekin astalik bilan o'sha ikkinchidagi aytilganda kiritiladi. Matn muharrirlari, elektron jadvallar bilan ishlashga mo'ljallangan dasturlar va hokazo boshqa dasturlar bilan ishlash uchun kerakli holga keltiriladi va jarayonga o'tiladi. Xo'p, ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, saralash, hisoblash, formatlash, o'rtacha qiymatlarni chiqarish, grafika, diagrammalar tuzish. Ya'ni bu qayta ishlashni tahlil qilish bosqichi. Natijani saqlash va namoyish qilish. Ya'ni biz oxirida tayyor bo'lgan natijani albatta kompyuterimizda yoki qurilmamizda yoki boshqa joyda saqlab olishimiz kerak bo'ladi albatta. Natija tayyor faylga saqlanadi, hozir aytganimizdek, yoki masalan umumiy holatda biror joyga jo'natishimiz ham mumkin bemalol. Ma'lumotlarni qayta ishlashning maqsadi: tartibga solish, ma'lumotlarni tizimli va tushunarli shaklda keltirish, tahlil qilish, kerakli qarorlarni qabul qilish uchun ma'lumotlar foydali xulosalar chiqarish qismlariga ham bo'linadi albatta. Vaqt tejash. Nima uchun vaqt tejash kerak? Sababi ma'lumotlar bilan qayta ishlaganimizda birozgina vaqtimiz ketishi mumkin va aynan kerakli kriteriyalarni amalga oshirishimiz uchun bizga vaqt omili rol o'ynaydi. Shuning uchun ma'lumotlar bilan ishlashda vaqtni ham chamalash, vaqtni to'g'ri baholash kerak bo'ladi. Aniqlikni oshirish hisoblash jarayonida inson xatolarni kamaytiradi. Tabiiyki, biz biror bir xatolar qilishimiz mumkin. Aniqlikni oshirish shu ma'lumotlar qayta ishlashdan maqsadlardan biri hisoblanadi. Ya'ni tezkor ishlash
va aniqroq ishlashni talab etadi. Ma'lumotlarni qayta ishlashning amaliy misollar. Misol uchun ta'limda, tibbiyotda, biznesda, ilmiy izlanishda ma'lumotlar qayta ishlanishi mumkin. Chunki barcha sohalar hozir ma'lumotlarni qayta ishlashga asoslangan hisoblanadi. Bittagina misol, xohlagan bir sohada xodim bo'ling, sizga kunlik qanaqadir ma'lumot bilan ishlashga ehtiyoj paydo bo'ladi. Biror bir jadvalni to'ldirish, biror bir joyda ma'lumotnoma olish yoki ma'lumotnomani kerakli shaklga keltirish. Va bu uchun siz qayta ishlashga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarni qayta ishlash esa bu ma'lumotdan foydalanishga qulay va foydali shakl keltirish jarayoni deb yuqorida ham aytdik. Biz dasturlarga ham to'xtalamiz. Microsoft Word dasturi. Xo'p, menimcha kompyuter ishlatayotgan inson yoki umuman kompyuterga ishi tushmagan bo'lishidan qat'iy nazar Word dasturini eshitgan bo'lsa kerak. Hattoki siz ham eshitgan bo'lishingiz kerak, katta ehtimol. Word dasturini bilasiz, matn protsessori yoki matn muharriri deb ham nomlanadi. Nima uchun matn bilan ishlaydi? To'g'ri, Office dasturlarining boshqa qismlari ham bor. Bu keyingi darslarda ham o'tamiz. Misol uchun Excel dasturi bor. Mana bunday chiroyli prezentatsiyalar tayyorlash uchun Microsoft PowerPoint dasturi bor. Yoki ma'lumotlar bazalarini birlamchi o'rganish uchun Access dasturi bor. Nashriyot tizimlari uchun Publisher va hokazo dasturlar bor. Ularning hammasi to'g'ri matnlar bilan ishlashga mo'ljallangan, lekin aynan mana shu Word dasturi asosan matn protsessori deb yuritilgani uchun va aynan matnlar bilan ishlaganligi uchun shu ishlarni, ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlashda Word dasturi ko'proq ishimiz tushadi. Xo'p, Word dasturida nima ishlar bajarish mumkin? Biz Word dasturi haqida ham alohida amaliy mashg'ulot ko'rsatganmiz. Shu YouTube kanalimizda bor. Xohlasangiz o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin yoki mana yuqorida manzil chiqib turibdi, o'shanga kirib olishingiz mumkin. Biz hozir Wordning boshqa imkoniyatlari haqida gaplashib olamiz. Bugungi kunda dunyo miqyosi ma'lumotlar hajmi keng oshib borgani sari o'sha korxona tashkilotlarida turli xil dasturlardan foydalanish urf bo'lgan, albatta, qulaylik uchun, tezroq bajarish uchun. Lekin ba'zida bizda Word dasturi juda ham oddiy dastur sifatida qaraladi, ba'zida. Lekin oddiy dastur bo'lishidan qat'iy nazar, deyarli jamiyatda, kundalik turmushimizda biz bo'lsak yoki boshqa soha xodimi bo'lsak ham Worddan yoki mana bunday Office dasturlaridan bemalol foydalanishyapti. Sababi Microsoft Office dasturlari yo'inki o'sha Word dasturi juda ham qulayligi uchun, sodda interfeys, menyular qatori, ma'lumotlarni qayta ishlashda tezkorligi uchun Word dasturini afzal ko'radilar. Microsoft Word dasturining umumiy tavsifi. Xo'p, Word dasturi haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan 1983-yildan boshlab ishlab chiqilgan va hozir zamonaviy Office ish yuritishda ajralmas qismga aylangan Word dasturi bugungi kunga kelib o'sha Windowsga mo'ljallangan, lekin alohida biz Microsoft Office dasturlaridan foydalanishimiz mumkin operatsion tizimimizda. Demak, bunda yangi versiyalarga o'tish bilan birgalikda turli xil funksiyalar qo'shilib bormoqda. Va yaqin orada bunda ham o'sha barcha dasturlarga integratsiya bo'layotganligi kabi sun'iy intellekt imkoniyati ham qo'shilib borsa ajab emas va ba'zi bir jihatlarda albatta bu vazifalarni bajaradigan funksiyalar ham bor. Word dasturining asosiy imkoniyatlari yoki funksiyalari matnni kiritish va qayta ishlash. Mana bu yerda Word dasturining ishchi oynasi interfeysini ko'rib turibsiz. Tepada mana menyular qatori bor. Har bitta menyu haqida videolarimizni tushuntirganmiz. Amaliy darslarda kirganda ko'rishingiz mumkin bemalol. Xo'p, nimalar bor? Klaviatura orqali matn yozish, noto'g'ri so'zlarni avtomatik qo'lda yozish, kesish, cut, ya'ni nusxa olish, joylashtirish, izohlar, takliflar qismi va hokazo. Demak, matnlar bilan doimiy ishlash imkoniyatimiz bor. Matn formatlash. Matnni formatlash degan nima degani? Biz tushuncha berib ketaylik. Matnni biror bir kerakli bo'lgan bizga matnni o'zgartirish jarayoni, qisqa qilib aytganda. Masalan, uni o'chirishimiz mumkin, rangini o'zgartiramiz, shriftini o'zgartiramiz, katta, kichik hajmlarni o'zgartiramiz. Butunlay matn ustida amal bajarishimiz formatlash deb yuritiladi. Jadvallar va obyektlar bilan ishlash. Ya'ni bu yerda Exceldan farqli ravishda unaqangi ko'p funksiya bo'lmagan holatda jadvallar bilan ishlashimiz mumkin. Ya'ni ma'lumotlarni jadvalga kiritishimiz mumkin, uni to'g'rilashimiz, ustida amal bajarishimiz yoki o'sha diagrammalar, smart elementlar va yozuvlardan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Avtomatik vositalar,
Ya'ni avtomatik vositalar nima qiladi? Mana bu birinchi va ikkinchi rasmni ko'rib turibsiz. Menimcha birinchi rasmdagi holatda siz ishlatgan bo'lsangiz kerak, katta ehtimol. Biror bir sarlavhalar qo'yishda, ma'lumotlarni tartiblashda, markerlashda, ya'ni mana bu birinchi rasmdagi buyruqlardan foydalangan bo'lishingiz kerak. Sarlavhalar avtomatik ravishda mazmun nomi table of contents deb nomlanadi. Ana shunda yaratishingiz mumkin. Makroslardan foydalanib tez-tez takrorlanadigan vazifalarni osonlashtirishimiz, avtomatlashtirishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu makroslar bilasiz, boshqa dasturlarda ham mavjud. Hujjatlarni tayyorlash va ulashish. Bilasiz, fayl qismida hujjatlarni saqlash, ulashish qismi yoki uni himoyalash, parol qo'yish imkoniyatimiz ham bor. Bilasiz, amaliy darslarimiz kuzatganlar buni yaxshiroq biladi. Xo'p, buni qanday saqlash kerakligi haqida mana birinchi va ikkinchi rasmda juda ham keltirilgan. Ikkinchi rasmda asosan hujjatni chop qilish bandi keltirilgan. Wordda ishlaydiganlar juda ham yaxshi biladiki, fayl menyusida pechat degan buyruq bor yoki bo'lmasa Ctrl P tugmasini bosish orqali ham uni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Word dasturi samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Endi bu tavsiyalar umumiyroq qilib tushuntiramiz. Bemalol o'sha videoni to'xtatib o'qib olishingiz ham mumkin. Qolaversa bu slaydini kanalimizdan ham topishingiz mumkin bemalol. Xo'p, nimalar qilishimiz mumkin? Stil va formatlash, track change, ya'ni o'zgarishlarni kuzatishingiz mumkin, mavzular, avtomatik saqlash. Ya'ni bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga o'tkazish jarayoni bo'lishi mumkin sizga. Biror narsani tahrirlaysiz, tekstlaysiz, o'zgartirasiz, mavzularni o'zgartirasiz, dizayn qismini o'zgartirishingiz mumkin yoki avtomatik saqlash funksiyasini ham bosib qo'yishingiz mumkin. Eslatib o'taylik, avtomatik saqlash funksiyasi juda ham kerakli, sababi bizda istisno holatlarda elektr manbai uzilib qolishi, kompyuteringiz qotib qolishi yoki tizimdan chiqib ketish ehtimolligi bor. Shuning uchun avtomatik saqlash buyrug'ini tanlab qo'yganingiz maqsadga muvofiq. Amaliy qo'llanish sohalari ta'limda, ish yuritishda, ilmiy izlanishda, nashriyotlarda va hokazo. Umuman Word dasturi mana shu jamiyatimizni qayerda kompyuterga ishingiz tushsa, ehtiyoj bo'lsa kompyuterda, albatta hujjatlar bilan ishlash ehtiyojingiz bo'lsa, albatta siz Word dasturidan katta ehtimol foydalanasiz va foydalanishyapti ham. Word dasturi samarali foydalanishning afzalliklari. Biz yuqorida aytganimizdek, tezkorlik, sodda interfeys, ma'lumotlar qaytarish, tahrirlashni osonlashtirish bizga. Ya'ni bu dastur juda ham sodda tuzilgan, hech qanaqa murakkablashtirishdan xoli ravishda amalga oshiriladi. Kelajakda rivojlanish yo'nalishlari, masalan, buni o'rnini bosuvchi va shunga o'xshash dasturlar hamda sun'iy intellekt keltirib o'tirgan Copilot AI hujjatlarni avtomatik tahrirlash, matnlarni sozlash uchun ishlatiladi. Bemalol kirib ko'rishingiz ham mumkin. Avtomatik tarjimalar bor, ya'ni kelajakda bu rivojlanadi, bu qo'shimcha qilinadi Word dasturida. Matn tahlili, ya'ni matn hujjatdagi ohangi, til, nutqi va hokazo ishlarni bajarishda yordam beradigan qo'shimchalar qo'shilishi ehtimolligi ham bor. Bu rivojlanish haqida. Word dasturi uchun yana afzalliklar: tezkorlik, qulaylik, moslashuvchanlik, professional ko'rinish, hamkorlik hamda moslashuvchan platformalar. Ya'ni siz Word dasturi tayyorlagan materialingizni bugungi kunda juda ko'p ilovalar, dasturlar, platformalar, tizimlar, veb-saytlar hammasi qo'llab-quvvatlaydi deyarli. Biror joyda hujjat bilan ishlash platformalarida Word dasturining kengaytmasi, formati, ya'ni doc yoki docx fayllarni qabul qilmaydigan menimcha platformalar hozircha yo'q. Katta ehtimol bilan hammasi qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumotlar qayta ishlash Office dasturlari xususan Word dasturi juda katta ahamiyatga ega. Nima uchun? Zamonaviy Office ishlarini bajarishda qolaversa eski versiyalardan foydalansangiz, kompyuteringizga mos ravishda formatlab olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, kompyuteringiz eskiroq formatda ishlaydi deylik. Siz uni saqlashdan oldin eskiroq holatida, ya'ni 2007 yoki 1998-2003 variantida, 2007-2015-yilgi Word variantida saqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qurilmangizga qarab moslashtirasiz. Xo'p, bugungi darsimiz uchun qanaqangi uyga vazifalar bor sizga? Mana quyidagi 3 ta uyga vazifani eslab qoling. Bu haqida o'z javoblaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Raqamli axborot texnologiyalarini nima tushunasiz? Shu fanni o'rganishdan maqsad nima? Raqamli texnologiya kelajakda qanday yangiliklar keltirib chiqaryapti? Ushbu 3 ta uyga vazifani yaxshilab tushunib ko'rib chiqing hamda javoblaringizni albatta bizga yo'llang. Biz albatta kutamiz bu haqida. Undan tashqari esa siz ushbu darsdan yana qanaqangi xulosalar oldingiz, qanaqangi fikr, mulohazalar oldingiz, albatta buni ham bizga yuborishingiz mumkin bo'ladi bemalol.
bugungi darslarimizdan aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Biz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, keyingi video darslarimizni ham chiqishini kuting, chunki yaqin orada yangi darslarimizni qo'yib boramiz. Hozircha esa keyingi darsgacha ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.